Nişimizde davamlaştırmaz vatandaş muhakeme ve vaziyet. Hazır sizlerge tayyorlab kelgan 3 varaq xabar bordi. Men bu shularning mazmunini sizlarga yetkazib o'taman vatandoshim. Xabarning o'zini o'qishni xohlamadim bugun. Sizlarga bugun 2022-yil 6-oyning 16 kuni vatandosh. Mavzu bunda asli Xi Jinping bilan Vladimir Putin telefonda so'zlashdi. Mazmuni oshkor bo'ldi deydi. Jungo bilan Rossiyani xabar qilishida farq bor. Rossiya boshqacha, Jungo boshqacha xabar qildi deydi. Kishilarning qiyos va gumonni qo'zg'adi. 6-oyning 15-kuni Van Bitorbiti. Bir hozir gap o'tirg'i chiqayotgan gap avval Jungo tashabbuskorlik bilan Xi Jinping telefon berdimi? Yoki Vladimir Putin tashabbuskorlik bilan telefon berdimi? Bu diplomatiya sohasida qoltis gap ekan vatandoshim. Lekin siz vaqtni biz boshda leksiyada o'rlashtirdik-ku. 13-kuni Lyuksemburg chig'ini, 14-kuni markazdagi Liucheng bilan Xinjiangga o'tirish xizmatga o'rlashtirish masalasidagi ishlar. Yani Xinjiang'ning burun shungacha ismi chiqmay tuyuqsizlik o'tirg'i chiqib qolgani. Anda Liucheng degandan biri tushib, biri chiqib turgani bu katta deyli. Dal shu vaqtda 15-kunida Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin bilan Jungo'ning raisi Xi Jinping telefonda so'zlashdi. Endi Iroqqa yana bir nazar tashlasak, masalan, 2-oyning 24-kuni Rossiya Federatsiyasi Ukrainaga tajovuz qildi. 2-oyning 25-kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Reis Xi Jinping bilan telefonda suhbatlashdi. Bularning siz bizga oshkor bo'lib yetib kelgan qismi qancha kun uqmaymiz, lekin tartib kerak bo'lyapti. 2-oyning 25-kundan aytganda hozir 6-oyga 4 oygacha bularda hech qanday suhbat, hech qanday aloqa bo'lmadi deyli. 6-oyning 14-15 kelganda ikki davlat rahbari Jungo raisi Xi Jinping, Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefonda so'zlashdi. Hozir telefonda so'zlashgan fikrlar nimaga mazmun, nimaga markazlashyapti? Mana diqqat qiling. Birinchi Jiang Xinjianing so'zida vatandoshim, Xinhua shunda xabar qildi deydi. Bu qatam ikki davlat rahbarining telefonda suhbat elib borganligi biri egelik huquq masalasi, ikkinchisi bexatarlik masalasi. Egelik huquq va bexatarlik masalasi, davlatning bexatarligi masalasi. Buni Xinhuaning tarqatgan xabari. Amaliyot raisi Xi Jinping ham telefonda so'zlashganda shu narsani tilga oldiki, egelik huquq ve bexatarlik meselesinde ikki davlat bir-birimizni o'zaro qo'llaymiz, o'zaro himoya qilamiz dedi. Deb avval xabarda shundoq keldi. Endilikda yana bir gap vatandosh, bu yerga chiqayotgan savol nimadan? Rossiyaning egelik huquqida nima ish bo'libdi? Hech qanday ish yo'q. Rossiyaning bexatarligi degani nima ish bo'libdi? Hech qanday ish yo'q. Kim Rossiyani Ukrainaga tajovuz qilsin debdi vatandosh? Bu yerda egelik huquqi xatarga uchrayotgan davlat Ukraina. Zamin butunligi yoki davlatning bexatarligi xatar asli qilayotgan davlat Ukraina. Bu yerda Reis Xi Jinping prezident Vladimir Putin bilan egelik huquq va davlatning bexatarligi to'g'risida so'zlashdi desa, bu yerda Rossiya uchun bu mavjud emas vatandosh. Kim uni urush qildi dedi? Kim Ukraina tajovuz qildi dedi? Kim bu urushni hozirgacha elib keldi? Bu yerda o'rtalikda farq shukanki, 2-oyning 25-kuni so'zlashganda ular Rossiyaning plani 3 kunda yoki 6 kunda Ukrainani zabt qilamiz degan 3 oy bo'ldi. Bugun endi hozir tunugun yoki bugun deyli, Ukrainaga Fransiyaning prezidenti, Italiyaning vaziri, Germaniyaning vaziri Olaf Scholz 3 davlat rahbari biroq Kiyev shahriga yetib keldi.
Dal shundaq paytda Amerika Qo'shma Shtatlari yana $1 milliard dollarlik harbiy qurol-yarog' Ukrainaga yordam qildi. Siz shuni ko'rib olasiz, G'arb dunyosi, Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida G'arb dunyosi hargiz Ukrainaning bu urushda mag'lub bo'lishini, ortiqcha talafot tortishni xohlamaydi degan gap. Vaziyat shu keldi deyli. Musha ahvolda Rais Xi Jinping bilan Vladimir Putin o'rtasida egilik huquq masalasi va davlat bexatarligi masalasi Jungo uchun va Rossiya uchun ahamiyatsiz. Chunki o'zi tajovuz qilayotgan davlat. Lekin bu yerda egilik huquq masalasi, bexatarlik masalasi Jungo uchun ahamiyatli ishlar vatandaş. Bu yerda Jungo qaysi nuqtada bexatarlikni eg'iz qilyapti? Bu yerda Jungo qaysi nuqtada egilik huquqni eg'iz qilyapti? 3 voqeani birlashtirib qo'ygan. Lüksemburg ikki davlat suhbati. Undan keyin Beijingda Jingdan haydi yuz bergan o'zgarish Xinjiangga Löyçin amaldorligi masalasi yoki amalga o'ltirish masalasi Xinjiangning huquqini tuvallab ketganligi. Uchinchi masala Rossiya bilan Jungo o'rtasidagi suhbat, egilik huquq va bexatarlik masalasi. Bu yerda hozir yo'q narsa yoki oldimizga kelmagan paketni mushundaq deb qo'yishga odamga absiz bo'ladi vatandosh. O'ylab bakın hozirgi vaziyatda onun ustiga mushu vaziyatning hammasi qo'shilib turganda, bir-biriga bog'lanib turganda, vaqt jihatdan bog'lanib turganda, mazmun jihatdan bog'lanib turganda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 47 davlatning o'rtog'i chiqib, Uyg'urning kishilik huquqini qo'llaganligi va Uyg'urlar to'g'risida doklad e'lon qilishga haydakchilik qilganligi ve bununla Michel Barchilatning va'da berib, men 8 ayning 31 günü vazifeden ayrılışdan burun men o'zim tayyorlagan dokladni o'zim e'lon qilaman dedi deyli. Bu doklad 7 ay ichida e'lon qilinamdi, 8 ay ichida e'lon qilinamdi. Masalan 8 ayning 31 günü oldimizdagi Michel Barchilatning bir mezgillik vazife yutash muddati oxirlashdi ekan. Bu qayta yana men shuning shu xizmatga o'ldirman demedi. Hozir endi istifa demisimi, lekin vazifa to'shqanda, muddat to'shqanda vazifadan qoladigan bo'ldi. Mushu orliqda Uyg'ur masalasi hozir. Shuni ko'ringki, vatandoshim, Aqsaray 13-kun Lüksemburg tunugini so'zlab bo'ldik. Uyg'ur masalasi Amerika Qo'shma Shtatlarining hukumatining lavzida, shundaqla Uyg'ur masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ham mas'uliyatchanlik, ham ommaviylikdan iborat ikki nuqtada. Mas'uliyatchanlik Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq komitetining mas'uli bo'lishi, ommaviylik buning 47 davlatning aralashganligi, 44 davlatning bu to'g'rida fikr bayon qilganligi, mushulardan yig'ib elib kelib, hurmatli vatandoshim, oxirgi 2 jumla yana bog'lab qo'ygim kelyapti. Buning uchun meni kechiring. Rossiya bilan Jungo boshliqlari prezident Vladimir Putin bilan Rais Xi Jinping o'rtasidagi suhbatning davlatning bexatarligi va egilik huquqi degan masalaga kelib chetilishidan qaraganda o'ttirdi nima gap bor? Men baştan ahir vatandaşlar so'zlab o'taman bu. Uyg'uriston, mustamlik Uyg'uriston masalasi. Rus bilan Xitoy o'rtasidagi masala. Baştan ahir shuni so'zlab kelyapman. Hozirgi vaziyatda ish mana shunday bo'lib o'ttirg'i chiqyapti-da. Vatandaş endi siz, biz ham, bütün Uyg'ur xalqi ham oldimizda Michel Barchilat yoki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komiteti ishxonasining Uyg'urning kishilik huquqi yoki Xinjiangda kishilik huquq to'g'risida tayyorlangan dokladning e'lon qilinishini va bu dokladning xalqaro jamiyatga qanday ta'sir ko'rsatganligini siz biz Alloh xolisa oldimizda ko'ramiz vatandoshlar. Bugun bu leksiyalarimni o'qib bermasligimning sababi nima desangiz, tunugun Dajivand'da büyük ira,
tor betinin televiziyaga film kanaliga shunday bir mavzu qo'yibdiki, hozir butun dunyoda odamlar xabarga qiziqmaydigan bo'lib ketdi debdi. Shuning bilan men bugun shu Uyg'ur vatandoshlarni zeriktirmay buning mazmuni bilan leksiya qilib so'zlayat deb tayyorlagan leksiyani qoldirib qo'yib, shuning mazmuni bo'yicha sizlarga yuqoridagi vaziyat va muhokama haqida leksiya so'zlab berdim vatandoshlar. Xo'sh vaqt bo'linglar, dokladni kutaylik. Dokladning dunyoga qanday ta'sir ko'rsatganligini. Doklad e'lon qilingandan keyin bular Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi qanday diqqat qiladi? Qanday siyosat belgilaydi? Aqsaray qanday diqqat qiladi? Qanday siyosat belgilaydi? Va masalan bu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi qanday bayonot e'lon qiladi? Masalan, tuguni mana bu yerda vatandoshlar. Xudo xolisa Uyg'urlarga Alloh madad bersin. Amerikaga va Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosiga Allohdan madad tilaymiz vatandoshlar.